kichkinagina, chiroyligina hovlingiz bor va unga qanaqa daraxt eksam ekan deb qidirayotgan bo'lsangiz, bu qishin yozin yashil turadigan magnoliya. Va eng qizig'i, bu magnoliyani yiliga 2-3 marta gullaydigan sort. Bu qanaqa gullashini biladiganlar o'zi biladi, bilmaydiganlar uchun Ma'mudga rasmini ham qo'yib ketamiz. Bu magnoliyamiz Xitoyniki, Eronniki yoki Polshaniki emas. Bu naqd Italiyadan O'zbekistonga keltirilgan va Italiyaning daraxtlari ko'pchilik biladi, O'zbekistonning iqlimiga to'laqonli moslashtirilgan bo'ladi va ekkaningizdan keyin qurib qolish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Eng qizig'i, bu magnoliyani siz qishin yozin bemalol eksangiz bo'ladi, chunki konteyner tuveda bo'ladi. Shundoq chiqarasiz, ko'ma bilan chiqadi va ekib qo'yaverasiz. Narxi aksiyada 600 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib, hozirroq sotib olsangiz bo'ladi. Nalichida juda ham ko'p, lekin bu gulimiz eng ommabop va ko'p sotiladigan hit product hisoblanadi. Shuning uchun siz shoshilib qolavering. Chunki juda ham tez tugab ketadi. Ayniqsa bunaqa 600 ming so'mlik narxida.